Assalomu alaykum rahmatulloh. Bugun turk tili darslarimizda davom etamiz yana. Bugungi mavzuyimizni o'tgan safar boshlagandik. Belirli geçmiş zamon hikoyasi. Gitmish, yatmish, uyumush fe'llar yasalishini ko'rgandik biz jadvalda. Endi shunga oid bo'lgan o'quv matni bor, mashqlar bor. Shuni ko'rib chiqishimiz kerak. Keyin xuddi shu zamonni belirsiz, noaniq bo'lgan holati bor. Aniq bo'lgan holatini ko'rdik, noaniq bo'lgan holati ham bor. Uni ko'ramiz inshaalloh. Xo'p, bismillah. Birinchi so'zidan boshlaymiz. Gitmish. Buni qanaqa tarjima qiladi bu zamonni? Gitmish, ketgan ekan. Bu ketdi emas. Gitdi o'tgan zamon, bu ham o'tgan zamon, lekin o'tgan zamonga o'xshab ketdi deb tarjima qilmaymiz. Ketdi deb tarjima qilsak noto'g'ri bo'ladi. Ketgan ekan yoki adabiy tilda bormi yo'qmi aniq eslamadim. Ketganmush. Bizda ham shevada ishlatiladi. Ketganmush, ko'rganmush, yeganmush, uxlaganmush, ko'rmaganmush, yo'qotib qo'yganmush. Shunaqa tarjima qilsa bo'ladi og'zaki nutqda. Yozmada ketgan ekan, ketgan deb tarjima qilinishi kerak. Ketdi deb aytilgan bo'lsa xato bo'ladi. Chunki bu o'tgan zamonda hikoya tarzida va boshqa odamlardan eshitilgan yoki keyinchalik farqiga borilgan holatga nisbatan ishlatiladi. Agar ketdi deb tarjima qilingan bo'lsa, o'zi ko'rgan yoki guvohi bo'lgan ish harakatlar bo'lib qoladi. Bu zamon tarjimasi noto'g'ri bo'lib qoladi. Xo'p, gitmish, ketgan ekan, ketgan, beğenmemiş, yoqtirmagan ekan, yoqtirmagan, görmüşmü, ko'rgan ekanmi, ko'rganmi, görmemişmi, ko'rmagan ekanmi, ko'rmaganmi deb shunaqa tarjima qilsak bo'ladi. Shunda ma'no buzilmaydi. Aysun dün sinemaya gitmiş ama filmi beğenmemiş. Aysun qiz bolaning ismi. Aysun kecha kinoga borgan ekan, lekin kinoni yoqtirmagan ekan. Yoqtirmabdi. Bu shevada bo'lib ketib qoldi. Yoqtirmagan ekan yoki yoqtirmagan. Oysun kecha kinoga ketgan, lekin kinoni yoqtirmagan. Ziya dün Nermin'i görmüş mü? Hayır, görmemiş. Ziya erkek kishinin ismi, Nermin qiz bolaning ismi. Ziyo kecha Narminni ko'rgan ekanmi? Yo'q, ko'rmagan ekan. Xo'p. Hazırlık çalışması. Hazırlık çalışması mı deyapti? Sizce dedikodu yapmak nasıl bir davranıştır? Dedikodu g'iybat qilish. Sizga ko'ra g'iybat qilish qanday bir xatti-harakat? Çevrenizdeki insanlar dedikodu yapıyor mu? Atrofingizdagi insonlar g'iybat qilishadimi? Ya'ni bu zamon o'zi boshqadan eshitib aytilganligi uchun, misol uchun, kitodan boshqa odam haqida, boshqa bir narsa haqida g'iybat qilayotgan paytda, misol uchun gaplashayotgan paytda, u unaqa qilgan ekan, bu ish qilgan ekan, mana oila olar ekan, falon joyda ishlar ekan, shuncha bolasi bor ekan, shuncha narsasi bor ekan, shuncha uyi bor ekan deganda, aynan shu zamonni ishlatib gapiriladi. Ya'ni dedikodu yapmak, g'iybat qilish aynan mana shu belirli geçmiş hikoya zamonida bo'lib shu zamonni ishlatiladi. Belirli geçmiş zaman hikoyasida keladi. Xo'p, endi shu mana bu yerda 3 ta yoshi katta ayol kampirlar nima qilishyapti, bir-biri bilan suhbat qilishyapti, to'g'ri g'iybat qilishyapti. Mana shuni matnni o'qiymiz. Hop, o'quv matni mavzusi yeni komshu, yangi qo'shni. Canan, Hulya, hammasi ayol kishining ismi. Pastda Aysel bor. Mana shu 3 ta kampir haqida bir-bilan gaplashyapti. Canan, apartmana yeni bir aile taşınmış, duydun mu? Apartman degani kvartira. Domni, shu odamlar yashagan uyni, xonadonlarni apartman deydi. O'zbek tilida kvartira deb tarjima qilsak bo'ladi. Kvartiraga yoki domga yangi bir oila ko'chib kelibdi. Tashinmish, oxirmish mana. Bizlarning mavzumiz tegishli bo'lgan joyi tashinmish.
ko'chib kelishibdi? Duydingmi? Eshitdingmi? Hangi doiraga taşınmışlar? Qaysi xonadonga ko'chib kelishibdi? Aysel Hanım'ın evinin karşısında boş bir daire vardı. Ev sahibi bir yıl önce vefat etmiş. Ev sahibinden çocukları da evi satmış. Aysel Hanım'ın uyuni ro'parasida bombosh bir e, uy bor edi. Uy sohibi bir yil oldin o'lgan ekan. O'lgan ekan. O'lganmish. U ko'cha tilida o'lganmish ko'cha tilida shevada bo'ladi. O'lgan ekan. Bu yerda misol uchun o'lgan ekan deb tarjima qilsak chiroyliroq chiqar ekan. Ev sahibini çocukları da evi satmış. Uy sohibini, uy egasini bolalari ham uyni sotishgan ekan. Chunki bu uy sotayotganini, o'sha odam o'lganini bu o'zi bilan ko'zi bilan ko'rishmagan-ku, o'sha voqeani guvohi bo'lishmagan. Kimdirdan eshitishgan. O'shaning uchun mish-mish bo'lib ketyapti. Peki, kimlar taşınmış? Hop, peki xo'sh, kimlar ko'chib kelishibdi? Nasıl bir aileymiş? Qanday bir oila ekan? Ben fazla bir şey bilmiyorum. Ben bunaqa ko'p narsa bilmayman. Fakat Aysel Hanım'dan duydum. Fakat Aysel Hanım'dan eshitdim. Adam emekli edebiyat öğretmeniymiş. Haligi e, bitta uy bor ekan, o'sha uyga qo'shnilar, yangi qo'shni kelibdi. Ana shu uyda yashagan odam bitta chol bo'lgan ekan. E, u o'lgan ekan, uni bolalari uy sotib olgan ekan. Bu uyni sotib olishibdi. Yangi qo'shni keldi. Bu kelgan qo'shni emekli, pensioner, adabiyot o'qituvchisi ekan. Ana shu yangi ko'chib kelgan, bu yangi ko'chib kelgan shu adabiyot e, o'qituvchisini eshi de ev xonimiymish, ikki qizi bormish. Ayoli bor ekan va ikkita qizi bor ekan. Ayoli ham uy bekasi ekan, ya'ni chol kampir ishlamas ekan. Ikki qizlari bormish, ikkita qizi bor ekan. Uzatilmagan qizlari bor ekan ya'ni. Hop. Kızları kaç yaşındaymış? Kızları neçe yaştayken? Yaşlarını bilmiyorum. Yaşlarını bilmeymen. Bir tanesi üniversite son sınıfta öğrenciymiş. Bittasi üniversitede ahırgi sınıfta o'quvchi ekan. Diğeri geçen yıl hukuk fakültesini bitirmiş. Boshqasi bo'lsa o'tgan yili huquq fakultetini bitirgan ekan. Şimdi özel bir firmada avukatmış. Hozir esa xususiy korxonada advokat ekan. Acaba büyük kızı kaç yaşındaymış? Acaba katta kızı neçe yaşta ekan ha? deb so'radi. Biliyorsun, benim oğlum askerlik bitti. Oğlumun askerliği bitti. Evlenmek istiyor. Bilasan, mani o'g'limni askerligi tugadi. Ya'ni askerlikka armiyaga borib, armiyani bile askerlik deydi. Armiyasi tugadi. Evlenmek istiyor. Uylanish xohlaydi. Oila qurishni xohlaydi. O'sha katta qizini, eng kelgan qo'shni katta qizini shu o'g'liga mo'ljalladi. Onu bilmiyorum. Onu bilmayman. Aysel Hanım'a soralım. Ee, Aysel Hanım'dan so'raylik. Chunki Aysel Hanım eng ko'chib kelgan uy egalari Aysel Hanım'ın qo'shnisi. Telefonla Aysel Hanım'ı arıyorlar. Telefon bilan Aysel Hanımga telefon qilishyapti. Aysel Hanım nasılsın? Aysel Hanım qandaysan, yaxshimisan? İyiyim Canancığım. Sen nasılsın? İyiyim Canancığım. Sen qalaysan? Janoncim, Janon o'z ism edi. Oxiriga e'tibor beramiz. Jim degan qo'shimcha keldi. Jim. Shu yerda bir kichkina grammatik qoida. So'z oxiriga jim keldi. Jim. Bu bo'lib jim bo'lib kelishi mumkin. So'zga qarab bo'lishi mumkin, jum bo'lishi mumkin. Jumni ko'rmaganman bu holatini. Ham kelishi mumkin. Jum bo'lib kelishi mumkin. So'zi oxirgi ullisiga qarab turib nuqtali nuqtasi i, nuqtali nuqtasi u bilan kelishi mumkin. Bu nimani bildiradi? Bu jim, e, agar ota-ona, ya'ni e, mana shu so'zlar bilan baba, e, anne, e, o'g'il so'zi yoki qiz, qiz bilan unaqa kelmaydi.
o'g'il bilan ham kelmaydi. E, Anne baba ga nisbatan shakllangan bo'lsa, e, yoki yaqin oila a'zolari orasida bir-biriga nisbatan shu narsa shakllangan bo'lsa, ismlarga qo'shilib keladi o'zi bu. E, Dede bilan ona bilan bu so'zlari bilan ham birga keladi. E, Anne, annejim. Annejim bo'lib keladi. Bu doda ona ota. Abla so'ziga, abi so'ziga qo'shilib keladi. E, Bular bilan kelganda birga muhabbatni, sevgi muhabbatni e, yaxshi ko'rishlikni bir ifodasi hisoblanadi. Lekin bu ismlarga boshqa odamga, o'rtog'i, qo'shnisi, kimdiriga ismiga aytib kelingan bo'lsa, u inson o'ziga yaqin olib turib, unga samimiyatini, uni yaxshi ko'rishligini bildirish maqsadida yoki uni yaxshi ko'rgani uchun, uni o'ziga yaqin olgani uchun ismga qo'shilib kelsa, xuddiki mana shu Janan Jimga o'xshab, Janan degan ismiga qo'shilganga o'xshab, unda bu samimiyat, ishonch, do'stlikni bildiradi. Oila a'zolar orasi shakllangan bo'lsa, bu samimiyatdan yana yuqori daraja bir-biriga bo'lgan muhabbatini, sevgisini bildiradi. Ya'ni e, deyarli bir xil, faqat oila a'zo orasi yana ham samimiyat kuchliroq bo'ladi. Va turklar buni ko'p ishlatadi. Ismlarga nisbatan kelganda o'sha unli ism oxirgi unliga qarab Jim bo'lib o'zgaradi. Keyin misol uchun yosh katta ayollar yoki erkaklar ham ko'pincha ayollarda bo'ladi, yosh katta ayollar. O'zidan kichkina shu yosh, o'rta yoshli kichkina bolaga o'g'il bola bo'lsa ablajim deyish mumkin. Qiz bola bo'lsa ham o'g'il bola bo'lsa ablajim deyish mumkin. Qarshisidagi odam erkak kishi-yu, lekin o'g'il bola-ku, lekin ablajim, singil jonim deganga o'xshab xitob qilishadi. Bu shu turklarning o'zini kulturi, ya'ni madaniyat. Shunaqa gaplashishadi. Bu oddiy holat. Xo'p, bu kichkina grammatik qoida edi. Buni bilib oldik. Xo'p, iyim, jonon, san qandaysan? San yaxshimisan? Endi buni jimni tarjima qilgan paytda gapga qarab tarjima qilamiz. Ba'zi payt tarjima qilib bo'lmaydi, ba'zi payt tarjimaga tushirsa bo'ladi. Bu yerda iyim, jonon, o'zing qanaqasan deb tarjima qilaveramiz. Bu yerda ortiqcha anaqaga tushmaydi. Xo'p, davomi. Ben de iyiyim. Ben ham yaxshiman. Höylə ilə oturuyoruz. Hulya bilan gaplashib o'tirimiz. Yani o'tirimiz yani. Gaplashib o'tirimiz ma'nosida. Sen de gel bir kahve içelim. Sen ham kel, birga qahva ichaylik. Tamam, geliyorum. Hop, kevonmi, hozir boraman. Aysel hanım Canan'ın evine geldi. Endi haligi telefonda ayoli chaqirib olishdi. Nasılsın Hülya'cığım? Qalaysan Hülya? İyiyim Aysel Hanım. Yaxshiman. Sen nasılsın? Çocuklar nasılsın? Qanaqasan? Bolalaring yaxshimi? Eski tas, eski hammom. Bu maqol. Eski tas, eski hammom. Tas degani idish. Qanaqa idish? Ichiga ozgina suv yoki suvli narsalarni ola oladigan, unchalik chuqur bo'lmagan idishlar. Eski idish, eski hammom. So'zma-so'z tarjimasi. Bu maqol ya'ni nima demoqchi? Ya'ni hech shay ayni. Hech narsa o'zgarmagan. Oldin qanday bo'lsa, hozir ham shunaqa, manda shunaqa yangiligi o'sha shkab yo'q degan ma'noda. Adashmasam bizda ham xuddi shunaqa maqol bor edi. Eski tos, eski hammom. Shu bilan aynı ma'noda, bir xil ma'noda. Hop, yana bir komşun olmuş. Yenge bir qo'shnilik bo'libsan, yanga qo'shnilik bo'libsan, yenge qo'shni bo'libdi sani. Canan söyledi. Canan etti. Evet, geçen hafta emekli bir öğretmen ve ailesi taşındı. Ha, o'tgan hafta pensioner bir o'qituvchi va oilasi ko'chib keldi. Ankara'dan gelmişler. Ankara'dan kelgan ekanlar. Mamta o'chirib tashlaymiz. Ankara'dan gelmişler. Ankara'dan kelgan ekanlar. İki tane kızlar varmış. İki kızları bor ekan. Evet, büyük kızı senin oğluyla aynı yaşta. Ha, katta o'g'li sani o'g'ling bilan teng. Tengdosh, sani o'g'ling bilan tengdosh.
yoshi teng demoqchi. Ayni degani bir xil degani, o'sha degani. Mm, ayni qayerga keldik? Qizlarimiz ayni yoshda. Aysel abla, bir gün yeni komşularımızı ziyarete gidelim ve tanışalım mı? Ee, Aysel abla degani opa, Aysel opa bir kun qaysidir kuni yenge qo'shnilarimizni ziyorat qilgani va tanishgani boramizmi? Vat. Olur. Mayli. Hulyajim. Mayli, Hulya. Gidelim. Boramiz. Demak, bu yerdagi matnda ishlatilgan fe'llar hammasi bizani belirsiz geçmiş zaman. Ben boya adashib ketdim. Belirsiz geçmiş zaman, belirli vardı buni. Biza buni hozir belirsizini ko'rdik-ku. Endi xuddi shuni bu ismiy jumlada qanaqa kelishini ko'ramiz. Ismiy jumlada belirsiz geçmiş zaman. Boya videoni darsi boshida sal adashib ketib qoldim. Hop, savollar bor ekan. Savollarga javob berib o'tirmayman. O'zinglar qilib olsanglar bo'ladi inshaalloh. Hop, biz bu joyni ko'rdik. Bu jadvalni ko'rib chiqdik. Belirsiz geçmiş zaman, noaniq o'tgan zaman hikoya tarzida qilinadi. Buni ko'rdik, misollarni ko'rdik. E, Pastida shuni davom bor. Bu tepadagi jadval fe'l, haqiqiy fe'l bilan shu mish qo'shimchasi haqiqiy fe'l bilan kelishini ko'rsatgan, tushuntirgan. Endi xuddi shu qo'shimcha, xuddi shu belirsiz geçmiş zaman ism jumlasidagi holatni ko'rsatadi. Mavzusidan ayon ism jumlalarında, ya'ni fe'l bor. Bu fe'limiz asl fe'l emas. Ism so'z turkumiga kirgan, turk tilidagi ism so'z turkumiga kirgan so'zlardan hosil bo'lgan. Fe'l hosil qilingan ismdan. O'shaning uchun ismiy jumlalarda belirsiz geçmiş zamonda. Misol uchun xasta. Xasta degan o'zi kasal degani. To'g'rimi? Kasal. Kasal ism va bundan fe'l hosil qilindi. Xasta olmak, kasal bo'lmoq. Lekin bu o'z asli ism, fe'l emas. Misol uchun tepada gitmek fe'lini berdi, boshqa fe'lni berdi. Qaysi fe'lni berdi tepada? Tepadagi jadvalda unutmak fe'lini berdi. Unutmak, e, unutish, unutish ham o'zi fe'lni noaniq shakli. Oxiri ish bilan tugagan, moq bo'lagan bo'lsa, unutmoq bo'lagan bo'lsa, bu fe'lni noaniq shakli deyiladi. Arabchada mastar deyiladi. Ingliz tilida nima deyishini eslolmadim. Ana shu noaniq holati bu so'zi asl fe'l ekanligini bildiradi. Lekin bu xasta olmak, e, yana shunga o'xshagan boshqa ismdan hosil bo'lgan fe'llar asl fe'l emas. Asl tug'ilgan holati bu so'zlarni ism bo'lib tug'ilishligi. Keyinchalik bundan fe'l hosil qilingani uchun e, va fe'l bo'lib e, boshqa o'sha oddiy fe'l boshqa hamma qo'shimchani ola olgani uchun har bitta zamonda alohida kelyapti ism jumlalarida deb turib o'sha zamonni qaytadan tushuntiryapti. Biza belgisiz geçmiş zamonni tushundik. Endi xuddi shu narsa, xuddi shu qo'shimcha faqat ism jumlalarida hech qanaqa farqi yo'q. Ortiqcha bir anaqasi yo'q. Farqi tepadagisi haqiqiy fe'lda, bu ismdan yasalgan fe'llardagi ko'rinishi. Qo'shimcha o'sha faqat tarjima qilib ketamiz. Olumlu musbat ko'rinishi nima deyapti? Ben hastaymışım. Men kasal ekanman. Ben misol beryapman. Ben bugün doktora gittim. Çok kötü bir hastaymışım. Yani gerçekten hastaymışım. O'zini kasal emas deb o'ylagan odam doktorga ketdi va yaqinlariga aytadiki, men rostdan ham kasal ekanman, jiddiy kasal ekanman. Sen hastaymışsın. Sen kasal ekansan. O hastaymış. O kasal ekan. Mana bu yerdagi ye nimaga kelgan? Xasta oxir a bilan tugayapti. Biza mish degan belirsiz geçmiş zaman qo'shimchasini qo'shishimiz kerak. Xastamish bo'lib qoladi. So'z bir-biriga qovushmay qoladi. O'shaning uchun bu yerda e, xasta bilan yasayotgan ism jumlamizga fe'l bilan
Geçmiş zaman qo'shimchasini bir-biriga qo'shish uchun, bir-biriga moslashtirish uchun ye harfi keldi. Biz xastaymışız. Biz kasal ekanmiz. Siz xastaymışsınız. Siz kasal ekansiz. Onlar xastaymış. Xuddiki xastaymış o'ga o'xshatib aytamiz yoki oxiriga lar qo'shib qo'yamiz. Larni qo'shsak ham, qo'shmasak ham bo'ladi. Endi bu ye qachon keladi? So'z oxiri unli bilan tugab qolsa va undan keyin zamon qo'shimchasi qo'shilayotgan bo'lsa, ye keladi. Ko'pincha fe'llarda ye keladi. Yoki n ham kelishi mumkin. Asosan ye. Agar bu xasta oxir a ni o'rniga undosh harf kelganda bu ye kelmas edi. Yega hojat qolmas edi. Xo'p, olumsuz, ya'ni inkor holati. Ben hasta değilmişim. Ben kasal emas ekanman. Sen hasta değilmişsin. O hasta değilmiş. U kasal emas ekan. Biz hasta değilmişiz. Biz kasal emas ekanmiz. Siz hasta değilmişsiniz. Siz kasal emassiniz. Siz kasal emassiz. Onlar hasta değilmiş. Ular kasal emas ekanlar. Xasta o endi mana bu olumluğunu ya'ni musbat gapni savol ko'rinishi ben xasta miymişim. Xasta shu ism jumlasiga fe'l mi inkor savol ko'rinishi olumlu savolni yasashimiz uchun keladigan qo'shimcha savolni bildiradigan qo'shimcha. Hop, mish geçmiş zaman, belirsiz geçmiş zaman qo'shimchasi va bu ikkalasi orasiga bog'lash uchun kelgan ye, bog'lash uchun kelingan ye. Oxiridagi e, banni bildirgan, menni bildiradigan shaxs qo'shimchasi. Men kasal, men kasal ekanmanmi? Sen hasta mıymışsın? Sen kasal ekansanmi? O hastamışmı? Hasta mıymış? O kasal ekanmi? Biz hasta mıymışız? Bize kasal ekanmizmi? Siz hasta mıymışsınız? Sizlar kasal ekansizlarmi? Onlar hasta mıymış? Ular kasal ekanmi? Endi inkorni savol ko'rinishi. Ben hasta değil miymişim? Ben kasal emas ekanmanmi? Sen hasta değil misin? Sen kasal emas ekansanmi? Seni kasal deb o'ylagandim misol uchun. Sen hasta değilmiş misin? Ben seni hastaysan sandım. Öyle biliyordum. Yanlış biliyormuşum demek ki gibi. O hasta değil miymiş? U kasal emas ekanmi? Biz hasta değil miymişiz? Biz kasal emas ekanmizmi? Siz hasta değil miymişsiniz? Siz kasal emas ekansizmi? Miymişsiniz? Sal tilga aytish qiyin. Lekin adashgacha kerak emas. Bu yerdagi birinchi mi savolni bildiradi. Ye mi bilan mishi zamon qo'shimchasini qo'shish uchun kelgan. Undan keyin sinis shaxsni bildiradigan qo'shimcha. Boshida tilga ozgina qiyin keladi, lekin turklar bilan muloqot qilganda yoki ko'p-ko'p o'qib talaffuz qilganda oddiy hol bo'lib ketadi. Xo'p, onlar hasta değillermiş. Onlar hasta değilmişmiş. Onlar hasta değil miymiş? Onlar hasta değiller miymiş? Bu yerdagilar değilga qo'shiladi. Miymishdan keyin emas. Xo'p, o'qidik, tarjima qildik. Mavzu tushunarli bo'ldi deb o'yladim, o'ylayman. Chunki qiyin emas, faqat talaffuzda qo'shimchalarni qo'shishda ozgina yozayotganda xatolik bo'lib qolishi mumkin. Talaffuzga ozgina qiynalishlik mumkin. Qayta-qayta o'qib matnlarni misolida ko'proq o'qilsa, oson bo'lib ketadi. Misollarni ko'rib chiqamiz. Örnek. Anneannem söyledi. Annem küçükken çok yaramazmış. Anneannem onamni onasi, ya'ni buvi. Buvim aytdi. Onam yoshligida juda ham sho'x ekan. Sho'x bo'lgan ekan. Gökçe, kız bolanın ismi. Gökçe eskiden çok tembel bir öğrenciymiş. Gökçe oldindan juda ham dangasa bir o'quvchi ekan. Sınav yarın değilmiş. İmtihon ertaga emas ekan. Gelecek hafta Perşembe günüymüş. Kelasi hafta parshanba kuni ekan.
Hava sıcak sandım ama çok soğukmuş. Havo isuv deb o'ylagandim, lekin juda ham sovuq ekan. Misollarni ham ko'rdik. Pastida pastda Eee, mashqlar berilgan. Bu mashqlarda nuqtalar o'rniga so'zlarni tugatishimiz kerak. Mana bu jadvalga ko'ra. Ya'ni ism jumlasida belirsiz geçmiş zamoniga ko'ra gaplarni tugatishimiz kerak. 6-chi mashqda ham xuddi shunaqa, faqat bunda d ham bor. Ya'ni oddiy o'tgan zamon, geçmiş zaman oddiysi o'zi bor va belirsiz geçmiş zaman bor. Ikkalasi ham bor, aralash berilgan. Buni qo'yishimiz kerak. Eee Buni qilishga hojat yo'q deb o'ylayman. Inshaalloh o'zinglar shu joyni to'xtatib mashqlarni qilib olasiz deb umid qilaman, chunki unaqa qiyin emas. Biza pastroq tushamiz va mana bu keyingi o'quv matniga aloqa bo'lgan mashqni ko'rib chiqib o'qib tarjima qilamiz. Aşağıdaki metni belirsiz geçmiş zaman mış ile tekrar yazalım. Ha, bu yerda aytyaptiki, mana bu berilgan matnni qaytadan yozishimiz kerak. Faqat belirsiz geçmiş zaman mış ishlatib qaytadan yozishimiz kerak ekan. Rüya, tush. Nasriddin Hoca bir gün çok erken kalktı ve işe başladı. Nasriddin Hoca, yani Nasriddin Afandi deymiz biza. Nasriddin Afandi bir kuni juda ham vaqtli uyg'ondi va ishni boshladi. Öğlene kadar çalıştı. Peshingacha, obed vaqtigacha ishladi. Öğlen karnı acıktı ve şu ağacın gölgesinde yemeğimi ye şu ağacın gölgesinde yemeğimi yeyeyim diye düşündü. Obed vaqti qorni juda ham ochdi va shu daraxtni soyasida ovqatimni yeb olaman deb o'yladi. Yemeğini yedikten sonra uyudu. Ovqatini yegandan keyin uxladi. Biraz dinleneyim, sonra çalışayım diye düşündü ve uyudu. Ozgina dam olib olay, keyin yana ishlayman deb o'yladi va uyudu, uxladi. Rüyasında ak sakallı bir evliya gördü. Düşüde aksakallı bir avliyoni ko'rdi. Evliyanın elinde 100 altın vardı. Avliyanın qo'lida 100 ta oltin bor edi. Oltinlari birer birer Nasriddin Hoca'ya verdi. Haligi avliyo oltinlarni bitta bitta Nasriddin Afandiga berdi. Bir, ikki, uch, ya'ni tushida beryapti. Bitta, ikkita, uchta qilib beryapti. 90'ga keldi. Tush ko'ryapti-yu, tushida o'sha beryapti, 90'ga keldi. 91, 99. Buni qo'lida 100 edi. Ammo 100-chi oltini bermadi. Lekin 100-chi tillani, tanga pulini bermadi. Nasriddin Hoca 100'cü altını niye vermiyorsun? Haydi 100'cü altını da ver dedi. Nasriddin Efendi 100'cü altını nimaga bermayapsan? Qani 100'cü altını ham menga berchi dedi. Yani tushib ko'ryapti, tushida gaplashyapti. Tam o anda uyandı. Ee, Ayni o'sha vaqtda uyg'ondi va ellarini baqdi va qo'llariga qaradi. Ellari bo'm-bo'shdi, qo'llari bo'm-bo'sh edi. Nasriddin Hoca tekrar yattı. Nasriddin Efendi qaytadan yotdi. Gözlerini sıkı sıkı kapadı. Gözlerini qattiq yopib oldi ve tamam 99 olsun dedi. Ve bo'pti 99 oltin bo'la qolsin dedi. Ya'ni bu tush ko'ryapti. Tushida o'sha avliyo unga 100 ta oltin bermasa 99 ta bergan ekan. Keyin jahl qilib 100-chi oltinni ber degan paytda uyg'onib ketib qoldi-da. Keyin qarasa qo'lida shunaqa puli yo'q. Va Nasriddin Afandi qaytadan yotib, mayli 99 ham bo'ladi deb haligi oltinni olmoqchi bo'ldi o'zicha, lekin bu tush. Endi shu matnni mish bilan qaytadan aytishimiz kerak. Xo'p, men buni yozib o'tirmayman. Og'zaki qilamiz. Nasriddin Hoca bir gün çok erken kalktı ve işe başladı. Bunu mişga o'zgartiramiz. Nasriddin Hoca bir gün çok erken kalkmış. Yani o'zgartirilgan fe'llarni belgilab ketaman. Erken kalkmış ve işe başlamış. Başlamış. Öğlene kadar çalışmış. Öğlen karnı acıkmış. Qorni ochib qolgan ekan, voqla turgan ekan, ishdan boshlagan ekan, obedgacha ishlagan ekan, obedda qorni och qolgan ekan.
Şu ağacın gölgesinde yemeği yiyeyim diye düşünmüş. Yemeğini yedikten sonra uyumuş. O'zi hammasida uyudu, acıktı deb o'tgan zamonda berilgan, belli geçmiş zaman bergan. Ana shu zamonlarni kelgan fe'llarni o'zgartiramiz, xolos gap o'zgarmaydi. Fe'l o'zgaryapti faqat. Biraz dinleneyim, sonra çalışayım diye düşünmüş ve uyumuş. Rüyasında ak sakallı bir evliya görmüş. Evliyanın elinde 100 altın varmış. Altınları birer birer Nasreddin Hoca'ya vermiş. Bir, iki, üç, 90, 91, 99. Ama 100. altını vermemiş. Nasreddin Hoca 100. altını niye vermiyorsun? Haydi 100. altını da ver demiş. Tam o anda uyanmış ve ellerine bakmış. Elleri bomboşmuş. Bomboşmuş. Bu sözlerimi o'zgartiraman. Bomboşmuş. Nasreddin Hoca tekrar yatmış. Gözlerini sıkı sıkı kapamış. Ve tamam 99 olsun demiş. Ee, o'zgartirish kerak bo'lgan ki o'zgartirish kerak bo'lgan so'zlarni dumaloq qilib belgilab chiqdim va sizlar xuddi shu matnni o'zgargan holatini yozib chiqsanglar bo'ldi. Men faqat og'zaki qildim. Ya'ni qiyin emas. Inshaalloh oson. Hattoki men belgilab ham berdim. Tepadagi mashqlarni ham shunga qarab qolsanglar bo'ladi. Umumiy mashq bo'ldi bu. Dinlamalar alohida tashlanadi matn anaqaga, Telegram kanaliga. Yozma. Yozma nima deyapti? Tepadagi matnni yozsanglar, yozma yozish mahoratiga oshadi. Ya'ni alohida yozish mahoratini oshirish uchun bizga mashq beryapti. Nima deyapti? Hayotimizdagi eng önemli bir inson anlatalım. Hayotimizdagi eng muhim bo'lgan bir insonni tushuntirib beraylik. U nasl biri, u qanday odam, nelar yapmış, nimalar qilgan ekan. Ya'ni hayotingizda siz uchun muhim bo'lgan bir odam talashingiz kerak ekan va shu odam haqida matn yozishingiz kerak ekan. Uncha katta bo'lmagan, kamida 5-6 ta, uzog'i 10tacha, 5 va 10 orasida bo'lgan kichkina matn yozishingiz kerak. Undan ko'proq bo'lsa ham bo'ladi. Matnni ichida shu zamonni ishlatishlik kerak. Belgisiz kechmiş zaman mış qo'shimchasi bilan tugaydigan zamonni ishlatish kerak ekan va u nima ishlar qilgan o'shani tushuntirish kerak. Misol uchun otanglar yoki onanglar bo'lishi mumkin. Mani otam shunaqa shunaqa ekan. Mani otam ismi shu yoshda deb turib, yoshligida shunaqa ish qilgan ekan, yaxshi o'qigan ekan, falon joyda o'qigan ekan, falon joyda armiyaga borgan ekan deb turib, matn yozishlik kerak bo'ladi. Hop, 10. matn konuşma. İstanbul'a gelmeden önce neler yaptığımızı arkadaşımıza anlatalım. O da bizi anlasın. İstanbul'a kelishdan oldin nimalar qilganimizni do'stimizga tushuntiraylik, u ham bizga tushuntirsin. Ya'ni bu yerda Istanbulga kelgan haqida gapiryapti. E, Biron bir joyga borganlar haqida xuddi kimgadir aytib berayotgandek oldin yozishlik kerak. Yozma qilishlik kerak. Keyin shu yozmani yodlashlik kerak yoki eslab qolishlik kerak ki konuşma, ya'ni gaplashish mahoratiga oshsin. Agar Turkiyada bo'lsanglar, buni turklar bilan gaplashib, turk o'rtoqlar bilan gaplashib mashq qilsa bo'ladi. Lekin O'zbekistonda turib turk tilini o'rganayotgan bo'lsanglar, unda oldin yozma qilishlik kerak. Konuşma uchun ham xuddi yozmaga qanaqa yozgan bo'lsanglar, konuşmaga xuddi shunaqa yozishlik kerak. Va shuni iloji boricha eslab qolishlik kerak va o'zingiz yoddan qaytarishlik kerak yoki telefonga qayd qilib turib, zapis qilib turib, o'zinglar gapirishlik kerak va bu gaplashni, ya'ni rivojlantirish uchun. Bo'lmasam gaplash mahorati rivojlanmaydi. Turkiyada bo'lsanglar, tabiiyki, praktika qilish osonroq bo'ladi. Hop, 4-unitani B qismiga yetib keldik. Inshaalloh bu joyini keyingi darsda davom ettiramiz. Darsimiz shu yerda tugaydi. Assalomu alaykum va rahmatulloh.